Do'stlar, bugun biz yana sizlar bilan Qurol va Temur odam biz boshladik do'stlar. Mana ertalab ham bo'ldi. Do'stlar, bugun qishlog'imizga yangi odam kelgan. Tanishishimiz kerak. Mana Salom, siz bu qishloqqa yangi kelganmisiz? Men yangi kelganman. Meni ismim Qurol, siznikichi? Meni ismim Iroma. Tanishganimdan xursandman, yaxshi chiroyli. Uzoqdan keldingizmi deyman? Ha, uzoqdan keldim. O'ting uyimga. Ha, Ana tanishgan olduk. Bu mustir bo'ladi, tozalab qo'yish kerak. Jim, qanaqa joyda? Do'stlar, bega keyinroq tushib ko'ramiz. Chunki hozir bega uy egasi bor, ko'rib qolishi mumkin. Kechroq qaytib kelib tushib ko'ramiz bega do'stlar. Hozir esa men bog'imni yig'ishtirishim kerak. Nima qilyapsan bu yerga? Tur yiqib bu yerda. Voy, nega meni urasan? Kerakmisan? Tez yo'qolmani bog'imdan yo'qol. Bo'lmasa shu kartoshka burningni sug'urib bir joyingga tiqib qo'yaman. Tur yiqib bu yerda. Bor yo'qol. O'zi Nimaga qarab o'tiribsan? Sotib olmoqchimisan? Da, keyinroq. Risklarni qo'yaylik. Nega qarab turibsan deyapman? Hali mendan ko'rasan. Qo'rqamiz do'stlar, savdini endi. Insofsiz ekan. Tur yiqib endi bitta. Insofsiz ekan do'stlar. Как раз. Bugungi foydamiz 11 dona rediska. Mana endi do'stlar, jimgina ketishni kutamiz. Yotib ozroq uxlayman do'stlar. Mana do'stlar, o'zi deyarli kecham tushib qoldi. Men bo'lsa narsalarimni tayyorlab, endi biror xavf bo'lib qolishi mumkin. Kirkovlik nimadirlar bo'lib qolishi mumkin baribir do'stlar. Ko'rib turibsiz, yangi qo'shnini uyidan qanaqadir joy chiqdi. Unaqa yirtuvlar oldin yo'q edi qishlog'imizda. Endi men asta-asta boraveray. Uyda bo'lsa kerak. Da sakrab yuribdi-ku. Mana hozircha men bu yoqqa kirib qolaman. Kuzataman uxlashini.
qishloq xaritasi. Mana uxlayapti. Ana do'stlar uxladi. Menimcha uxladi. O'ynasdan qaraymiz, mana sirli odam uxlayapti. Joyim deyman. Bular ikkita yo'qolgan jetellar-ku. Hoy, bizga yordam ber, iltimos. Bizni qanaqadir odam kelib u yerga qamab qo'ydi. Yordam ber, iltimos. Mayli, hech bo'la bo'lmaydi sizlarga. Men sizlarni qutqaraman bu yerdan. Qani bir yerto'laga tushaylik-chi. Bu yerga tentalar menimcha bu qishloqni portlatib yubormoqchi. Yashirinib olaylik do'stlar endi. Hoy, jetellar, zerikmay o'tiribsanlarmi? Voy ahmoq, biz senga hali ko'rsatib qo'yamiz. Turyoqmi bu yerda? Galanglar. Narsa joyida. Bu tentalar butun qishloqda portlatishga yetadi. Menimcha ketyapti do'stlar bu. Hech biridan shubhalanmaslik kerak. Yaxshi. Tepada skelet yuribdi. Oy, mana keldi. Ketinglar tezlashib. Boring, chiqinglar. Meni rejamni buzmoqchi bo'ldingmi? Seni endi men shu qishloq bilan portlatib yuboraman. Voy, nega bunday qilyapsan? Men bularni portlatgani kelganman. Mayli. Bu tentak meni asbobonlarim borligini bilmaydi. Chiqinglar. Yo'q, biz shu yerda qolamiz. Chunki ishonarli bo'lishi kerak. Mayli, sizlarni ham qutqaraman. Balki qutqarmasman, kim biladi. U kelmasdan hamma tentalarni olib olish kerak. Yo'qolay bu yerdan. Shu kuni tenta bilan qishloqni portlatmoqchimi bu? Kelyapti. Tezlashib o'shini yorishimiz kerak. Yo'q, men tentalarim qani? Mening rejamni barbod qildi. Endi bu yerdan tezroq qochishim kerak. Menimcha ketdi. Biroq nima kerak? Rahmat sizlarga do'stlarim. Lekin bittagina tenta portlatsam
lekin bo'lmasa kerak, shundaymi? Sen ko'p narsani ko'rib qolding, ahmoq. O'yla, yana bittasiga. O'ylavi ko'chib kelinglar shega. Krep bilan portladi bir. Bu garangni o'zini o'yini portlatib yuboraman men. Mani portlatib yuboraman deydi hozir. Bo'ldi, bu tintalar menga kerak. Portlab ketdi u. Do'stlar, bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu videoning ikkinchi qismini olishimiz uchun sizlar ko'proq like bosinglar. Agar bizning likeimiz 100 tadan oshsa, bu videoning ikkinchi qismi albatta chiqadi. Xayr, sog' salomat bo'linglar.